armiyanın quruluş jarayonida butunlay shu unvonlar, kiyimlarning lohilanishi, shu barliq har xil medallar, shularning hammasininki kim mesela Ahmetcan Qasım asosliq boshchiligida nurg'un narsalarni tekshirib har qaysi davlatlarniki qilinib turibdi. Shu haqida biraz bir to'xtalgan bo'lsak, kimlardan bakrak ta'sirlandi shu unvonlar? Türkistan Cumhuriyeti yukarıda ben sözlep öttüm. 5 kişilik bir harbiy tayyorlik, yani harbiy qo'shin qurishni qandaq layini tuzib chiqqan bir guruh qurib chiqqan. Bu guruhni uzun mezgil tayyorlik qilgan. Bu dunyodagi davlat armiyalarininki harbiy intizomlari, harbiy formallari, harbiy qoidalari, harbiy unvon, pagollar qatorliqlarning hammasini o'rganib, ular selishtirib, eng oxirida Sharq Turkiston armiyasining o'ziga xos bo'lgan bir armiya qurilmasini qurib chiqish kerak deb. Tayyorliqlarni. Albatta bularga Sovetdan kelgan bu harbiy maslahatchilar o'zlarining maslahatlarini bergan. Lekin buni Sharq Turkiston hukumatı harbiy ishlar nazorati o'z oldiga elib borgan faoliyat bor erkin. Qilib tayyorliqlarni qilgan. Buningda Ahmetcan Qasimiyning rolini aytdi cho'ng. Bu vaqtda Ziyo Samadiymi o'zining kitobidan ayt tafsili yozdi bu vaqtda. Nurg'un men suhbat o'tkazgan shu kona armiya ofitserlarimi shu menga bergan ma'lumot, masalan, Milliy armiya zambirakchilar qo'shinning komandiri bo'lgan Asad Teyipovmi, polkovnik ko'p suhbat qilgan. Men Husayn G'ozi deymiz, Sharq Turkiston armiyasining 11 podpolkovnigi, harbiy maktabning boshlig'i bo'lgan odam, o'g'ilchi komendant boshlig'i. Ular bilan o'xshash masalan Aytug'an Yunuchi deymiz, Tatar, u Dörbiljin 4-atliq polkining komandiri bo'lgan kishi. U kishi bilan men ko'p suhbatlarni o'tkazgan. Shu milliy armiyaning harbiy qurilish jarayoniga oid. Ularning deb berishicha, mana shunda tayyorliqlardan keyin ular ba'zi Turkiya armiyasidan model elishni o'ttirib qo'yganlar bor, ordu deb atash. Ba'zilar boshqa armiyalar eng oxirida birdek holda Sovet ittifoqi yordam berayotgan, qo'llayotgan bo'lganligi uchun, uning ustiga Sovetdan ba'zi yordamlar keladiganligi uchun, uning ustiga Sovetning harbiy maslahatchilari allaqachon kelib u yerda o'ltirib bo'lganligi uchun buni Sovet armiyasining modelini olaylik deb, shuning bilan Sharq Turkiston Cumhuriyeti armiyasiga Sovet armiyasininki rang modeldagi kiyimlarni belgilagan. Mashrang harbiy forma shu Sovet armiyasining harbiy forma qurilishi o'xshash. Rang, mashrang hammasi, ammo pagollarimi o'xshaydi, lekin pagonning belgilari o'xshamaydi. Pagollar Sovet armiyasinikida baldaqlar, ya'ni uzun baldaq bo'lsa, Sharq Turkiston armiyasida to'g'ri baldaq, 3 yulduz, Sovet armiyasida 3 yulduz var. Yani 3 yulduz degani podpolkovnik, polkovnik deganlar. Ammo ba'zi harbiy unvonlarni olganda, ya'ni Rusiya armiyasinikiga o'xshatgan, yana azroq. Masalan, Sovet armiyasida leytenant, cho'ng leytenant, kichik leytenant, kapitan unvoni bo'lsa, bularda praporshik, poruchik, podporuchik degandek unvon tuzumlarini olgan. Askariy tuzumdan to'van darajalik askar, ratlik askar, analikin serjant, analikin praporshik, analikin ofitserlar, poruchik, podporuchik, andan kapitan 4 yulduzliq, analikin mayor 2 baldaq 1 yulduz, analikin podpolkovnik, u mavun polk komandiri. Mavun 15'da endi. O 2 baldaq 2 tochka yulduz, andan 3-chi polkovnik 2 baldaq 3 yulduz. Ashunda bo'lib, eng oxiri andan general mayor 1 yulduz, 2 andan general leytenant 2 yulduz, 2 baldaq, eng oxirida marshal. 45-yil 10-oyda, 10-oyning oxirisida Elxon To'raga Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati marshallik harbiy unvoni bergan. Marshallik unvoni. U vaqtda butun O'rta Osiyo dunyosida, Turk dunyosida O'rta Osiyoda tehi birmi undaq marshal yo'qdi. Bu marshallikni Elxon To'ra o'zi elib olmagan, Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati Elxon To'raga marshallik unvoni bergan. Demak, birdan-bir marshal. Eng yuqori harbiy, ikkinchisi andan general leytenant Saqti. Qolgani general mayor, andan 3-4 general, qolganlari andan polkovniklar, 30 ga yaqin polkovnik. Ashunda bo'lgan bularning harbiy qurilmasi hamda Sovet modelini olgan. Lekin bu nimalar hammasi yulduzlardan boshqa yulduzlar, ya'ni ay yulduzi ichiga kiradigan tugmalarmi ay yulduzliq tugmalar bularniki. Andan keyin bu beshiga shapkillariga kelgan bu kokarlar jumlaq u ay yulduz ichiga ko'k ranglik ay yulduzni qilib jumlaq shaklda qilgan. Mana Isoqbekning beshida turdi, ay yulduz bo'lgan bular.
49 yıl 12 aydan keyin andan bu Xitoy armiyasiga o'zgartirilgandan keyin andan ular beshiga yulduzni almashtirdi. Ammo kiyimlarida hamma yerda oy yulduz. Mana bu Sharq Turkiston armiyasining o Sovet armiyasidan farqli taraflari kiyim jihati. Qo'mondonlik tarkibimi asosiy jihatdan shularga o'xshib ketadi. Masalan, bir polkda 3 batalyon bo'ldi, piyodalar polkida. Bir batalyonda 3 yoki 4 rota, bir rotada 3 yoki 4 izvod deydi. 40 kishilikdan bo'ladi. Bir izvodda 4 yoki 3 o'nliq отделение. Ashundaq tarkibi. Bularning hammasi mana umum armiya qurilma shakli ashundaq. Aldı albatta har bir polkning otliq qo'shinlar bilan piyoda qo'shinlar, zambirakchilar qo'shinlarining pagonlarimi farqlandi ularningki. Pagona qarab turib ularning kim qaysi qo'shin ekanligini bilamiz. Analikin hammasiga orden medallar berildi. Ordeni Sharq Turkiston hukumati 45-yili 2-oyning 24-kunidan boshlab Azodlik ordeni ta'sis qildi. Analikin istiqloliyat 1-chi, istiqloliyat 2-darajalik orden oltin kumushdan. Anadan keyin oxirisida Sharq Turkiston Cumhuriyet ordeni ta'sis qildi. Ulardan boshqa yana bahodirlik deydi. Bu jangdagi qahramonlik ko'rsatganlarga beradigan harbiy qahramonlik medali. Andan sadoqat fidoyi medallarini. Albatta Sharq Turkiston Cumhuriyet qo'mondonlik shtabida dastlabki vaqtlarda hozir ekranda ko'rdi. Bu vaqtlarda dastlabki vaqtlarda nima qildi desangiz, harbiy qo'mando buyruqlari ko'pincha ruscha yozildi. Masalan, Palinov, Obola buni ruscha yozdi bularni. Andan tamg'a Sharq Turkistonning o'zining tamg'isi besildi, Uyg'urcha tamg'a. Töven qo'shinlarga evatganda andan Uyg'urchalashtirilib evatildi. Keyin 46-yil 6-oydan keyin butun ruscha buyruq yozish to'xtab, hamma buyruqlar Uyg'urchaga o'zgardi. Qozoqlar ko'p polklarda qozoqcha. Harbiy komandami shu. Ashundaq qilib tanishaldi bularning hammasi 46-yil. Ofitserlar tarkibida Uyg'ur, qozoqlar ko'p sonni egalladi keyin 46dan keyin. Eng oliy orden albatta Azodlik ordeni, Ahmadjon Qosimiyning majlisidagi Azodlik ordeni. Anadan keyin suratlarda bor va Ilhom To'raga berilgan 10 necha odamga berilgan eng oliy orden Azodlik ordeni. Ondan Mustaqillik ordeni, ya'ni Istiqloliyat ordeni. Bu har sohada cho'ng xizmat ko'rsatganlarga berildi. Bahodirlik, qahramonlik ordeni faqat jangchilarga, ofitserlarga, jang maydonidagilarga berildi. Ashundaq hammasi mukammal bir sistemlashgan. Haqiqatan yani. Qag'indamda ko'rmalarimizga mush kitobga havola qilamiz. Tafsiloti haqiqatan ajoyib insonni hayajonlantirdi.